Orqa, bo'g'imlar yoki mushaklarda og'riq bormi? Jarohat yoki operatsiyadan so'ng tiklanish uzoq davom etyaptimi? Siz va yaqin insoningiz insultni boshdan o'tkazganmi? Oyoq va qo'lda holsizlik qolganmi? Va tana harakatlari buzilganmi? Bunday holatlarda faqat dori emas, balki to'g'ri tiklanish, fizioterapiya muhim. Samarqand viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida fizioterapiya uchun zamonaviy uskunalar va muolajalar qo'llaniladi. Mutaxassislar xorijiy malakaga ega. Muolajalar tashxis va bemorning holatini inobatga olgan holda individual tarzda tanlanadi. Agar og'riq yashashga xalaqit berayotgan bo'lsa va tiklanish sekin kechayotgan bo'lsa, aslo chidab o'tirmang. Biz sizga yordam beramiz. Og'riq va yallig'lanishni kamaytirish, mushak spazmlarini bartaraf etish, insultdan keyin harakatlarni tiklash, jarohat va operatsiyalardan keyin tiklanishni tezlashtirish. Fizioterapiyaga bizning kol markazimiz orqali yoziling va og'riqsiz harakat sari yo'lni boshlang.